Assalomu alaykum, efirda Uzak xabarlar. Bugungi dasturimizda birja yangiliklari hamda joriy yilning boshidan beri birjaning mineral o'g'itlar bozorida shakllangan holatlar bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Dasturimiz avvalida esa an'anaviy tarzda o'tgan haftada birjaning barcha elektron savdo tizimlarida bo'lib o'tgan savdo natijalari hamda ayrim tovar pozitsiyalari bo'yicha shakllangan narxlar dinamikalari bilan tanishtirib o'tamiz. Bu o'tgan haftaning asosiy ko'rsatkichlari edi. Endi bevosita birja yangiliklariga to'xtalib o'tamiz. Vazirlar Mahkamasining 621-sonli qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining Uzex Agro yangi elektron savdo platformasi faoliyat yuritib kelmoqda. Birjaning mazkur savdo platformasi fermer va dehqon xo'jaliklari tomonidan yetishtirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini erkin bozor narxlarida ichki va tashqi bozorlarga sotishga mo'ljallangandir. Ushbu tizimdagi savdolar raqobatli, raqobatsiz hamda narx so'rovi rejimida o'tkazilmoqda. Savdolarda ishtirok etish uchun onlayn ro'yxatdan o'tish hamda birjaning hisob-kitob kliring palatasidagi hisob varag'iga depozitni kiritishning o'zi kifoya. Mazkur platforma aholi va dehqonlarning daromadini oshirishga xizmat qiladi. Dasturimiz davomida alohida birjaning tovar bozoriga to'xtalib o'tamiz. Xususan joriy yilning boshidan beri birjaning mineral o'g'itlar bozorida shakllangan holatlar bilan tanishtirib o'tamiz. Ko'rib chiqilayotgan davrda ushbu mahsulotlarni birja orqali sotish hajmi 500 ming tonnadan oshdi. Bu o'tgan yilning mos davr bilan solishtirganda 50% ga ko'p demakdir. O'rtacha oylik sotuv hajmlari 171 ming tonnani tashkil etgan va oyma-oy sotuv hajmlariga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda o'sish dinamikasini ko'rishimiz mumkin. Xususan yanvar oyida mahsulotlarning sotish hajmi 135 ming tonnani tashkil etgan bo'lsa, keyingi oylarda o'sish ko'rsatkichlari qayd etilmoqda hamda martda ushbu ko'rsatkich maksimal darajaga chiqdi, ya'ni 200 ming tonnadan oshdi. Shuningdek, aynan mana shu mineral o'g'itlarni markalar kesimida sotish hajmlariga hamda ularning hissalariga e'tibor beradigan bo'lsak, quyidagicha holatni ko'rishimiz mumkin. Eng ko'p sotuv hajmlari ammoniakli selitraga to'g'ri kelmoqda. Ya'ni ushbu segment bozorning 50% ni egallaganligini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi o'rinda turgan sulfat ammoniyaning ulushi 14% ni tashkil etdi, ammo fos hamda karbamidning ulushlari 12% atrofida qayd etilgan. Endilikda mineral o'g'itlar bozorida shakllangan narxlar dinamikalariga to'xtalib o'tamiz. Xususan ammoniakli selitraga e'tibor beradigan bo'lsak, ko'rinib turibdiki, bu yerda narxlar pasayish tendensiyasini namoyon etib kelmoqda. Xususan yilning boshida kotirovka mahsuloti 1 tonnasi uchun deyarli 3 million so'mni tashkil etgan bo'lsa, keyinchalik pasayish holatlari kuzatilmoqda va mart oyiga kelib ushbu ko'rsatkich 2 million 700 ming so'mgacha tushib ketgan. Narxlarning pasayish darajasi 7% ni tashkil etdi. Narxlarning pasayishiga savdoga qo'yilayotgan hajmlar o'z ijobiy ta'sirini ko'rsatgan. Endilikda karbamid bozoriga ham alohida to'xtalib o'tamiz. Bu yerda narxlar dinamikasiga e'tibor beradigan bo'lsak, umuman olganda barqarorlik hukm surmoqda.
yanvar-fevral oylarida narxlar nisbatan ko'tarilgan. Mahsulotning 1 tonnasi uchun 3.600.000 so'mdan 3.700.000 so'm miqdorigacha ko'tarilgan, biroq mart oyiga kelib narxlar yilning boshida qayd etilgan darajaga qaytdi, ya'ni 3.600.000 so'mni tashkil etdi. Va dasturimiz yakunida aynan mana shu mineral o'g'itlarni hududlarda sotib olish darajalariga ham to'xtalib o'tamiz. Bu yerda ta'kidlash lozimki, umuman olganda hududlar o'rtasida teng taqsimot kuzatilmoqda, biroq nisbatan yetakchilik qilib kelayotgan hududlarga alohida to'xtalib o'tishimiz maqsadga muvofiq. Bu birinchi navbatda Samarqand viloyati, ushbu hududning ulushi deyarli 13% ni tashkil etgan. Farg'ona hamda Navoiy viloyatlarining ulushlari bir-biriga yaqin, ya'ni 12% dan tashkil etgan, hamda Qashqadaryo viloyatining ulushi bu yerda deyarli 11% ni tashkil etdi. Qolgan hududlarning ulushlari nisbatan pastroq va bir-biriga yaqindir. Bu yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Birja kotirovkalarini kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.